Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz videoda siz qanaqa darajadagi ingliz tiliga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar, uchta zamonda o'zingiz haqingizda aniq, to'liq va sodda ma'lumot bera olasiz. Buning uchun biz bugungi videoda hozirgi zamonda qiladigan ishlaringiz, o'tgan zamonda olgan tajribalaringiz va kelajakdagi rejalaringiz haqidagi gap tuzish strukturalarini ko'rib chiqamiz. Men siz bilan o'zimning tajribamda o'tgan shu 10 yildan beri o'quvchini birinchi darsdanoq speakingni chiqarish uchun yordam beradigan texnikalar va o'zim ishlatadigan metodikalar bilan bo'lishaman. Qog'oz va ruchka oling. Biza boshladik. Bizning birinchi zamonimiz bu hamma biladigan present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamon. Present simple nimaga kerak bo'ladi desangiz, sizni kunlik odatlaringiz, qiladigan, boradigan, suhbatlashadigan odamlaringiz bor va qanaqadir odatlaringiz bor. O'shani qilishingiz shart va shu odatlarni qanaqa qilib gaplashish to'g'risida ma'lumot beradigan zamon hisoblanadi. Bu zamonda odatda bitta formulani berishadi, lekin men sizlarga umumiy universal bo'lgan formulani aytamanki, bu formula siz beginner bo'lasizmi, elementary bo'lasizmi, xoh IELTS level bo'lasizmi, bu formula doim siz bilan bo'lishi kerak va shu strukturani ketma-ketligini saqlab qolishi shart bo'ladi. Buning uchun bizda doim gapni boshida subject, keyin verb, keyin object keladi. Siz gapingizni qiyinligiga yoki osonligiga qarab bunga qo'shimcha ma'lumot qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizning present simple zamonimiz. Birinchi navbatda quyidagi formula bor. Subject, verb, object. Bu formula xuddi aytganimdek har bitta zamonda kelishi shart bo'lgan formula. Va present simple da buni hech qanaqa o'zgartirishsiz ishlatamiz. Birinchi holatda bu subject ega, verb kesim, ya'ni ish harakati, object bu ikkinchi darajali bo'lak hisoblanadi. Endi buni formulani yaxshilab tushunib olishimiz uchun qiyinlashtirmaslikka harakat qilaman. Birinchi navbatda nimani bilishimiz kerak? Ega. Buni o'rnida biz I ishlatsak bo'ladi. Yokida xohlaganimiz u deb ishlatsak bo'ladi. Yokida she deb ishlatsak bo'ladi. Lekin bugun biz o'zimiz haqimizda ma'lumot berayotgan uchun biz faqat I dan ishlatamiz, i bo'ldi. Xohlasanglar buni o'rniga ism qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin I bizga eng qulay hisoblanadi bugun. Bundan keyin keladigan narsa bu verb, ya'ni kesim. Kesim ikkita holatga bo'linadi. Birinchisi harakat bilan ko'rsatiladigan va harakatsiz kesimlar. Misol uchun aytaylik, meni ismim Akbar desam, bu yerda harakat yo'q, men hech narsa ish bajarmayapman, shunchaki o'zim haqimda ma'lumot beraman. Bu harakatsiz hisoblanadi. Agar men yuguraman, o'ynayman, ko'raman degan fe'lni ishlatadigan bo'lsam, unda men harakat qilayotgan bo'laman, ya'ni jismoniy mashq. Shuning uchun ikkita qismga bo'lingan holda fe'l ishlatiladi. Agar bizda harakatsiz fe'l bo'ladigan bo'lsa, biz I va undan keyin to be fe'lini ishlatamiz. To be fe'li I ga am mos keladi. Xuddi shu holatda o'zingizni kayfiyatingizni aytmoqchi bo'lsangiz, yo'qida sovuq, issiq demoqchi bo'lsangiz, shu strukturadan keyin shunchaki bitta holatni ishlatsangiz yetadi. Misol uchun xona isib ketgan bo'lsa, o'qituvchingizga aytmoqchisiz, men isib ketdim desiz, I am hot deysiz. Va subjectga I, verbga am, hot bo'lsa object ikkinchi darajali bo'lakka tushdi, bo'ldi. Ya'ni siz o'zingizning holatingizda ma'lumot berdingiz va bu hozirni bildiryapti. Shu bilan gaplar tayyor. Agar xohlasangiz, o'zingizni kayfiyatingizni ham aytsangiz bo'ladi. I am sad yoki I am happy. Shu holat bilan siz o'zingiz holatingizda bemalol gap tuzib keta olasiz. Ikkinchi, harakatli fe'llarda bo'lsa, subjectimiz bor bizani, I turibdi. Undan keyin xohlagan eng ko'p ishlatiladigan yoki sizga kerak bo'lgan fe'lni qo'yamiz va undan keyin o'sha fe'lga taalluqli bo'lgan harakatni aytamiz. Misol uchun, men futbol o'ynayman. I play football. I play football. Nega futbol? Chunki odatda futbol o'ynaladi. Yokida I play tennis, ya'ni o'ynaladigan holatda. Yokida qayerqadir bormoqchi bo'lsangiz, aytasiz I go to school. Yokida I go home. Shu holatda ishlatib, siz gapingizni qaysi holatda ko'rsatayotganingizni aytib ketasiz. Va bitta narsaga e'tibor beramiz. Play, go, watch. Bu fe'llarga biz hech qanaqa yoniga suffix qo'shimchalarni qo'shmayapmiz. Nega? Chunki bu hozirgi zamonni ko'rsatayotgani uchun. Agar hozirgi zamonni ko'rsatishni xohlasangiz, oddiy holatni olamiz. Bizga lug'atlarda yoniga to so'zi qo'shib ishlatilishi ko'rsatgan bo'ladi, lekin bizga to emas, bizga o'ynamoq emas, o'ynash yoki o'yna, ya'ni futbol o'ynashga taalluqli bo'lgan gaplar ishlatilyapti. Bu holatda biz tushunib oldik. Hozir shu videoni ko'rib o'tgan paytda mashq qilib oling va o'zingiz biladigan fe'llar bilan gap tuzib oling. Speakingni chiqarishni oson qilish uchun hozir mashq qilib oling. Agar siz o'zingizning gapingizni shunchaki ma'lumot tariqasida ishlatayotgan bo'lsangiz, shu strukturadan foydalanasiz. Lekin bir xil holatlarda bo'ladiki, biz o'sha ishni qilmaymiz deb ma'lumot ham berishimiz mumkin. Biz buni nima deymiz? Negativ deymiz. Agar siz o'sha ishni qilmayman deb ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, biz ayni oldiga
Agar siz nimadirni qilmoqchi emassiz yoki qilmasangiz umuman holatda biz ayni o'rniga don't qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Buni to'liq holati do not bo'ladi. Xohlasangiz qisqa formani, xohlasangiz to'liq formani ishlatsangiz bo'ladi va struktura o'zgarmagan holda subject, don't, verb va object qo'shamiz. Misol uchun men tennis o'ynamayman. I don't play tennis. Men maktabga bormayman. I don't go to school. Men televizor ko'rmayman. I don't watch TV. Xuddi shu holat bilan siz inkor gap ham tuza oldingiz. Muammosi yo'q. Agar siz odatda bizda ingliz tilida o'zimizga o'zimiz savol bermaymiz, lekin savol qismini tushunmoqchi bo'lsangiz, mana bu do so'zini gapni eng boshiga olib chiqib qo'ysak, bizda savol paydo bo'ladi. Hech narsani o'rniga tegmaymiz. Qanday bo'lsa shunday qoladi. Odatda ayni emas, biz you deymiz savol berayotganda. Misol uchun, do you fe'l qo'yamiz. Play football. Do you go to school? Do you watch TV? Bo'ldi. Ham savol, ham inkor, ham darak gapi tushunib oldik. Agar endi siz bir xil tekstdan o'qigan bo'lsangiz, bizga maxsus keywords kerak bo'ladi. Lekin bitta narsani esdan chiqarmang. Bizda keywords zamonni ko'rsatishi qo'shimcha yo'li. Bizda zamonni har doim fe'l ko'rsatadi. Keywordlar bilan bizning gapimiz vaqt aniq yoki joy aniqligini ko'rsatishga yordam beradi. Misol uchun, bugun yoki har kuni demoqchi bo'lsak, I play football every day. Ya'ni xuddi shunaqa keyword bilan ishlatasiz. Vaqt va joyga aloqador bo'lgan kalit so'zlar doim gapni oxirida qoladi. Shu bilan siz gapingizni to'liq tuzgan hisoblanasiz. Bir xil holatlarda bizda ko'zga chalinishi mumkin bo'ladi. Always. Bu har doim degani. Yoki never. Bu hech qachon degani. Often yoki ba'zilarda often deb o'qiladi. Bu bo'lsa, bu aynan kalit so'zlari bizda doim fe'ldan oldin keladi, ya'ni kesimdan oldin. Misol uchun, I always play football. I often watch TV. I usually yoki I never go home. Xuddi shu holatda ishlatib gap tuzsangiz bo'ladi. Faqatgina e'tibor bering, biz bu kalit so'zlarni fe'llardan oldin ishlatamiz. Agar to be fe'li bo'ladigan bo'lsa, bu kalit so'zi aynan to be fe'lidan keyinga tushadi. I am always hungry. Mana har doim qornim och. Qorni och o'rtog'lik yuborib qo'ydi. Xo'p, agar siz doim sovuq qotadigan bo'lsangiz, I'm always cold deysiz. Shu bilan o'zingizni hissiyotlaringizni holati bilan ko'rsatgan bo'lasiz. Agar xuddi shu present simple da qanaqadir savollaringiz bo'lsa, shu joygacha kommentariy qismida savolingizni yozib qoldiring. Endi oxirgi holat biz fe'l bilan inkor, darak va savol gap tuzishni o'rganib oldik. Ana endi bo'lsa, agar biz bilan to be keladigan bo'lsa-chi, to be bilan kelsa qanaqa gap tuzamiz inkor qilib desak, quyidagi narsani ishlatsak bo'ldi. Esingizda bor, bizda do ni o'rniga not qo'shilardi va inkor qilinardi. Endi bizda to be fe'li bo'lsa, uni oldiga not qo'shimchasini qo'shamiz va bizda gap inkor bo'lib qoldi. Misol uchun, men sovuq qotmayapman. I'm not cold deysiz. Agar siz charchamagan bo'lsangiz, I'm not tired deb ishlatib ketsangiz bo'ladi. Va bu holatda inkor gapni ham bemalol tuza olasiz, chunki to be bu ingliz tili grammatikasidagi eng oson fe'llardan biri. Buni bemalol savol va inkor qilsangiz bo'ladi. Agar savol qilmoqchi bo'lsangiz, am qismi to be subject egadan oldinga chiqadi. Shu bilan bizdagi gap savol ko'rinishga keladi. Lekin bunga e'tiborli bo'lish kerak. Doimgidek biz odatda o'zimizga ayga nisbatan savol tuzmaymiz. Shuning uchun biz faqatgina qoidasida shuni tushunib olsangiz yetadi. Ana endi bu formulani tushungandan keyin siz albatta hozir o'zida videoni to'xtatib qo'yib mashq qilishni boshlasangiz bo'ladi. O'zingizda har kungi qiladigan ishlaringizni xuddi o'rgatgan strukturam bo'yicha mashq qilib ketsangiz bo'ladi va kommentariy qismida 3 ta odatiy qiladigan ishlaringizni present simple da yozib qoldiring. Bizning keyingi zamonimiz bu past simple hisoblanadi. O'tgan, tugallangan zamon. Past simple bizga nimaga kerak desangiz, siz o'tgan zamonda qanaqadir tajriba orttirasiz, nimadir ishlar qilgansiz, qayerlardir bitirgansiz, qanaqadir ishlarni qilib boshqalarga ko'rsatmoqchi bo'lasiz va shuning uchun biz past simple ni ishlatamiz. Odatda past simple present simple dan ozgina farq qiladi, lekin subject, verb, object, ya'ni ega, kesim, ya'ni ish harakati va ikkinchi darajali bo'lak qismi doimgidek o'zgarishsiz qoladi.
Biza faqatgina I degan so'zni esimizda qolsak, bu hech qachon o'zgarmaydi, chunki biza bugun faqat o'zimiz haqimizda to'g'ri ma'lumot berishni o'rganyapmiz. Past simple'da ko'pchilik o'quvchida qiynaladigan bitta kichkina qism bor. Bu irregular verb mavzusi. O'tgan zamonda emas, o'zi umuman ingliz tilidagi fe'llar ikkita turga bo'linadi. Ular regular, oddiy va irregular, noodatiy fe'llar. Bu fe'llar nimaga bizga kerak desangiz, ba'zi fe'llar bizda o'zgarmasdan ed qo'shimchasi qo'shiladi va shu bilan hammasi hal bo'ladi. Lekin ba'zi injuro fe'llarimiz bor. U fe'llarda bo'lsa, biza fe'lni butunlay o'zgartirish orqali o'tgan zamonga o'tkazamiz. Chunki ingliz tilida bizani zamonimizni asosiy ko'rsatib beruvchi indikator bu fe'l hisoblanadi va fe'lni to'g'ri ishlata olish bizani to'g'ri zamonda gaplashishimizni kafolatlaydi. Shuning uchun shu fe'llarni bilib olish va ularni qanaqa tuslanishini ko'rib chiqish juda ham muhim. O'sha gap zamondagi struktura hech qachon o'zgarmaydi. Faqat fe'l ikkita ko'rinishda kelish boshlaydi. Xuddi aytganimdek, regular va irregular verblarga bo'linadi. Bitta regular to'g'ri fe'llarda quyidagi holatni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda to'g'ri fe'llarga biz ed qo'shimcha qo'shib o'zgartiramiz, chunki fe'llar bizda o'tgan zamonni ko'rsatishi uchun. Agar bizda irregular noto'g'ri fe'llar bo'ladigan bo'lsa, go ni o'rniga went keladi. Biza hech qanaqa edlar qo'shishsiz butunlay bitta so'zni o'zgartirib yuboramiz. Mana shu holat ham juda ham muhim bizni bilib olishimiz uchun. Va bularni tablitsasini, ro'yxatini men o'zim Telegram kanalimda tashlab qo'ydim. Videoni opisiyatsida bemalol qo'shilib ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi bu yerdagi holatda gap tutish ham o'zgarmaydi, yengili yo'q. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, present simple dagi jarayon, misol uchun 2 minut yoki 5 minut davom etgan bo'lsa tushunish uchun bu 2 barobar oson. Chunki struktura hammasi bir xil, faqatgina bitta fe'l o'zgardi. Keling biz endi shu fe'llar bilan gap tuzib ko'ramiz. Masalan, men futbol o'ynadim. Menni o'rniga nima olardik? I played football. Bo'ldi, gapimiz tayyor. Played degandagi ed o'ynadim degan tarjimani beryapti. Mana shu bilan bizda gap tayyor bo'lib qoldi. Va shu holatda biz aytayotgan gapimiz o'tgan zamonning ko'rsatyapti. Lekin qo'shimcha detal qo'shmoqchi bo'lsangiz, albatta kalit so'zdan ishlatsak bo'ladi. Buning uchun bizda yesterday bor. Misol uchun men kecha futbol o'ynadim desam, I played football yesterday gap oxiri qo'shamiz, chunki vaqt bilan joylar kalit so'zi sifatida kelsa, doim gapni oxiriga tushadi. Agar siz kecha emas, 2 kun oldin demoqchi bo'lsangiz, mana time 2 days ago deb ishlatsangiz bo'ladi. I played football 2 days ago. Yokida o'tgan hafta demoqchi bo'lsangiz, last week, ya'ni time o'rniga vaqt qo'yamiz bo'ldi. I played football last week. Xuddi shu bilan bizadagi o'tgan zamondagi gap tayyor bo'ldi. Faqatgina yana bitta holat bor. To be ko'pchilik adashtiradi yoki bilmaydi, bu ham noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Biza he, she, itga taalluqli emas, I ga taalluqli to be ni o'tyapmiz, am. Shuning uchun am o'tgan zamonda was ga o'zgaradi. Misol uchun, men oldin o'qituvchi bo'lganman, misol uchun matematika o'qituvchi bo'lganman desam, I was math teacher deb aytsak bo'ladi. Yoki shunchaki I was a driver, I was a chef. Xuddi shu holatda o'xshab bizda gap tuza olamiz va o'zimizni kim bo'lganimizni aytishimiz mumkin. Holat sifatida ham xuddi shunaqa ishlatamiz. I was tired, men charchagandim. Yoki I was cold, men suv qotgandim degan gaplarni bemalol tuzsanglar bo'ladi. O'sha tema, o'sha grammatika, faqatgina fe'l o'zgargan. Endi tabiiy darak gap bilan faqatgina ish bitmaydi. Bizga inkor gap kerak bo'lgan bo'lsa, esingizda bo'lsa, biz don't fe'lini ishlatgandik, qo'shimchasini. Ana endi bizga o'tgan zamonligini bildirish uchun biz did not qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni bu yerda I did not va oddiy fe'l bilan play so'zini qo'shib qo'yamiz. Shundagi playdagi ed did ni hisobiga yo'q bo'lib ketdi. I didn't play football yesterday. I didn't watch TV yesterday. Watch it desam noto'g'ri. Chunki bizda endi zamonni did ko'rsatyapti, fe'l emas, ya'ni play it emas. Shunga e'tibor beramiz. Agar biz bu gapni savol qilmoqchi bo'lsak, o'sha gap odatda I emas, you ga nisbatan ishlatiladi va bizda did gapni boshiga chiqadi. Did you play football yesterday? Did you watch TV? Did you go to school yesterday? Ya'ni xuddi shu didni oldinga olib chiqib gap tuzamiz bo'ldi.
Esingizda bo'lsa, present simple ham xuddi shu holat takrorlanyotdi. Past simple ham xuddi shu holat bilan biz gapni yakunlaymiz. Endi oxirgisi qoldi. Misol uchun siz o'zingizni o'tgan zamondagi holatingizni aytmoqchi bo'lsangiz, bizda I was bo'lardi, to'g'rimi? Negativ qurish uchun present simple'da nima qo'shgandik? Esingizda to be ga not qo'shimchasi qo'shgandik. Bu yerda ham xuddi shu narsani qilyapmiz. Ko'rasizlar, bitta dona fe'l o'zgartirish orqali bitta dona tushuntirish, gap tuzish uchun uchta zamonga bir xilda ishlaydi. I wasn't cold yesterday. I wasn't tired yesterday. Xohlagan holatingizni qo'shib, shu struktura orqali inkor yoki darak, xohlasangiz wasni oldinga chiqarib aydan savol gapi ham tuzsangiz bo'ladi. Shu formuladan keyin siz bemalol past simple'da o'zingiz xohlagancha gap tuza olishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina to'g'ri fe'lni va qiladigan ishni topolsangiz bo'ldi. Hozir kommentariy qismida videoni to'xtatib qo'yib, 3 ta o'tgan zamonda yoki kecha qilgan ishlaringizni yozib qoldiring. 3-zamonimiz bu kelajakka taalluqli hisoblanadi va biz bu zamonni future simple emas, be going to deb nomlasak, ayni maqsadga muvofiq. Chunki ko'pchilik future simple o'rganaman deydi, will bilan charkashtiradi, lekin biz will haqida emas, be going to haqida gaplashamiz. Be going to ni o'zi nima ma'no beradi desangiz, qilmoqchiman, reja qildim degan ma'nolarni keltirib chiqaradi. Bu formulada agar esingizda bo'lsa, subject, verb, object qismi yana o'z joyida qoladi. Faqatgina fe'l qismini tuslash orqali biz kelajagiga namyok beramiz va qiladigan ishimizni rejasini aytamiz. Shu bilan bizda kelajak uchun, ya'ni future simple uchun reja tayyor bo'ladi. Oxirgi zamon, hali birinchi zamonni 5 minutda tushungan bo'lsangiz, undan keyingisini 2 minutda tushunib olgan bo'lsangiz, hozir endi 1 minutda tushuntirib qo'yishga bemalol imkonli ham, bilmayli ham yetadigan zamon. Xuddi o'sha formula o'zgarmayapti. Faqatgina biz fe'lni o'rniga yoki yoniga deylik, be going to qo'shimchasini qo'shamiz bo'ldi. Qanaqa bo'ladi? I ga to be fe'li qanaqa qo'shiladi? Am. Va undan keyin going to o'zgarmaydi va play football qo'shib qo'ydim bo'ldi. Ya'ni men futbol o'ynamoqchiman. Going to moqchiman degan tarjimani beradi. Ya'ni kelajakdagi reja. Bo'ldi. Xuddi shuni orqali siz kelajakda gap tuza oldingiz bo'ldi va rejangizni aytib berdingiz. Savol bormi? Bo'lsa kommentariy qismida yozib qoldiring. Endi inkor qilish uchun bo'lsa, am to be fe'lini oldiga biz not qo'shimchasini qo'shamiz bo'ldi. Bizda gap inkor bo'lib qoldi. Misol uchun men ertaga futbol o'ynamoqchi emasman bo'lsa, I'm not going to play football. Yoki ertaga uyga bormoqchi emasman, o'rtog'im kelib yotib qolaman demoqchisiz-da. I'm not going to go home. Deysiz bo'ldi. Shu bilan gapinglar tugaydi. Kalit so'zlarga keladigan bo'lsak, keywords, ya'ni tomorrow ertaga yokida keyingi hafta, keyingi kuni, keyingi yili demoqchi bo'lsangiz, next deb yoniga vaqt qo'yib qo'yasiz bo'ldi. Next day, next time, next week, next year deb gapni oxiriga qo'yasiz. Chunki zamon va joylashuv gapni oxirida keladi doim. Savol qilish uchun bo'lsa, undan ham oson. Xuddi boshidagi ishlatayotgan formulamiz orqali to be ni gapni boshiga chiqarib yuboramiz bo'ldi. Xuddi shu holatda bizda savol gapi ham tuzildi. Am I going to play football tomorrow? Ertaga futbol o'ynamoqchimanmi? Yoki ertaga nima qilmoqchimanmi? Odatda o'zimizga savol bermaymiz, lekin grammatik jihatdan ham bu xato hisoblanmaydi. 100% to'g'ri. Agar savolinglar bo'lgan bo'lsa, shu 3 ta zamondan tushunarsiz bo'lgan yokida yangi olgan insaytlar, yokida tushungan, bilgan, lekin esingizga solgan qanaqadir yangi ma'lumot bo'lsa, kommentariy qismida yozib qoldiringlar va albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Quyidagi o'rgangan formulangiz orqali siz bemalol endi kelajakdagi rejalaringizni boshqalarga ta'riflab berishingiz mumkin bo'ladi. Hozir videoni pauza qilib qo'yib, shu o'rgatgan formulam orqali 3 ta ertaga, indinga yoki yaqin kelajakda qilmoqchi bo'lgan rejalaringizni yozib qoldiring. Ana endi siz darajangiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi zamonda, o'tgan zamonda va kelajakda o'z rejalaringizni aytib bemalol speaking qila olasiz va bu boshlang'ich daraja uchun juda ham zo'r hisoblanadi. Agar nimadir qolib ketgan bo'lsa, savollaringiz bo'lsa yoki izohlaringiz bo'lsa, kommentariy qismida yozib qoldiring va o'rgangan narsangizni hammasini gap qilib tuzib bersangiz, men tekshirib beraman. Agar siz qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizga gaplashgan kalit so'zlar, noto'g'ri fe'llar va kelajak uchun ishlatilgan formulalarni boshqatdan tushunib olmoqchi bo'lsangiz yoki chalkashib ketgan bo'lsangiz, men sizga checklist tayyorlab qo'ydim. Videoni opisiya qismida Telegram kanaliga link joyladim. Qo'shilib olib, checklistni olsangiz bo'ladi. Bunaqa foydali ma'lumotlarni qoldirib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang va do'stlaringizga обязательно yuborib qo'ying.